tuman gaz ta'minoti bo'limi 21 mingga yaqin suyultirilgan gaz ta'minoti iste'molchilariga hamda 45 mingga yaqin tabiiy gazdan foydalanuvchi iste'molchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bizga fuqarolardan turli xil mavzuda virtual qabulxona orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri murojaatlar kelib tushadi. Bu murojaatlar O'zbekiston Respublikasini belgilab qo'yilgan o'sha qonun hujjatlariga asosan belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilib, ijobiy hal etiladi. Hozirgi kunda asosan murojaatlar gaz quvurini rekonstruksiya qilish hamda gaz hisoblagich uskunalarini quvvat saqlagichi batareyasi quvvatsizlanganligi yuzasidan murojaatlar kelib tushadi. Barcha turdagi murojaatlar 15 ish kuni davomida o'rganib chiqilib, tegishli tartibda javob xatlari bilan fuqarolarga javob yo'llanadi. Bizning uyimizdagi uchuvchimiz buzilganligi sababli mening portalga chiqqan xo'jayinim chiqqanlar shu sababli mana Go'rgazga odam yuborildi. Go'rgazdagilar kelib ko'rdi. Minnatdorchilik bildiraman. Mana yangi uchuvchi uy hisobidan qo'yib berildi. Men minnatdorman. Bu nimaga ishni bo'lish sababchisi prezidentimizga kattakon rahmatlar aytaman. Shu prezidentimiz shu ishlarni inobatga olgan hollarda gazlarimiz yaxshi yo'lni bitiribdi. Minnatdorchilik bildiramiz. Hammaga kattakon rahmat. Shofirkon tumani Qarmaqon Mefiy Abdulla Qodiriy ko'chasida yashovchi fuqaro 1211 ishonch raqamiga murojaat qilib, xonadonida o'sha ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli gaz quvurini xavfsiz hududga ko'chirib berishni so'rab murojaat qilgan. Murojaat yuzasidan kelib, joyida holat zudlik bilan o'rganildi. Hozir ish jarayonlari olib borilmoqda. Murojaatlari ijobiy hal qilib beriladi. Men gaz ballon bo'yicha murojaat qilgandim. Gaz ballonim o'z vaqtiga keldi. Yangi gaz ballonni aytgandim. Yaxshi, rahmat hammalaringizga. Ijobiy. 19-mart kuni sizlarga qilgandim murojaat. Bu oyni 19gacha keltirib edilar. Barcha hujjatlarni rasmiylashtirib, gaz ballonni o'z vaqtiga oldim. Hamma gaz ballon bunaqalari, kartalari olingan, o'z vaqtiga to'lov qilib keltirib berdilar, to'lov qildim. Gaz hisoblagich ishlatishimiz ishlamaganligi sababli murojaat qilgandik rayon Peshki rayon gaz idorasiga. Bular kelib ko'rib, mumkin 12 kun ichiga nima ishimizni ko'rib chiqib, taxlab berdi. Idora xodimlariga talabimizni qoniqtirdi. Zamonaviy hisoblagichlar o'rnatilgan hozir. Oylik to'lovlari oyma-oy to'lab boramiz. Gaz yaxshi. Prezidentimizga, rayon gaz xodimlari ishlariga rahmat. Gaz yetkazib berib turibdi.